Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Vahiy panjarasi programmamizning 23-soniga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Hurmatli qarindoshlar, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda Islom shahidi Sayyid Qutb rahimahullohning Fi Zilalil Qur'on soyasida nomli tafsirining birinchi parisini davomlashtirib diqqatingizga sunib kelyapmiz. Biz o'tgan soatlardagi programmalarimizda biz Sura Baqaraning 75-oyatidan 103-oyatigacha bo'lgan oyatlarning sharhisini diqqatingizga sunib kelayotgan. Inshaalloh bugun ham o'tgan qatim 22-sonimizda kelgan yerimizdan boshlab davomlashtiramiz. Diqqatinglar radiomizda bo'lsin. Mikrofon oldida qayrindishinglar Abdullah Yalqun. Qadrli do'stlar, biz o'tgan qatimliq programmamizda so'zlangan kichik mavzuimiz pardalangan qalblar nomli mavzuni so'zlab, shu texa oxiri tugamagan. İnşallah bugün şu kelgan yerimizden başlap davamlaştırırız. Allah subhanahu ve taala şundaq deydi. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. Aslanlar ki öz vaqtida tur tegini üstünlarga tiklab qo'ydik. Öz vaqtida tur tegini üstünlarga tiklab biz sizlardan ahdi olgan edik. Üstünlarga tiklab biz sizlardan ahdi olgan edik. Buni aslanlar. Sizlarga qattiq ta'kidlab biz beriyotgan yo'l yo'riqlarga qat'iy bo'ysuninglar va quloq silib anglanglar degan edik deydi Alloh subhanahu taala. Sizlarning ajdodlaringlar ular nima dedi? Biz anladık amma itoat qilmaymiz deyishdi. Ularning kufrligi shu darajaga yetganki, dillariga butunlay mo'zayli singib ketgan edi, deydi Alloh subhanahu taala. Va ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ularning qalblariga mo'zay, amilat bir arab tilida ushribu, ishchirib etildi dedi. Qalblariga qanchalik singib ketganligi bu e'tiqodning. Xuddi inson bo'lsa, ichish, fe'li ishlatilganda, ishchirib etilganda. Ularning kufrligi shu darajaga yetganki, dillariga butunlay mo'zayli singib ketgan edi. Hamda bu yerda xitob hikoya tarziga o'zgardi. Chunki dastlabda yahudiylarga bevosita xitob qilib, ularga nima ishlarni qilganligi aslatilgan bo'lsa, amdilikda so'zning yo'nalishi musulmonlarga va umumiy insonlarga burilib, ey insoniyat, Bani Isroil mana shunday ishlarni qilgan deb ko'rsatib berish ko'zda tutilmoqda. Bu jarayonda payg'ambar alayhissalomga tushuntirish berib, ularni qattiq so'roqqa ilishqa va ularning o'z so'ziga ko'ra ularni osiylikka majbur qilgan u atalmish iymonning nima degan razil, hiyla-nayranga to'lgan iymon ekanligini so'rab beqishga buyurdi. Va deydi-ki: "Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin." Ularga aytqinki, agar sizlar mu'min bo'lsanglar, iymoninglar sizlarni ajab yomon ishga buyuruydi-kina. Qur'oni Karimning ular biz angladik, ammo itoat qilmaymiz deyishdi degan hamda yana ularning kufrligi shu darajaga yetganki, dillariga butunlay mo'zayli ishchirilgan, singib ketgan edi degan bu ikki tasviriy ifodasi nima degan chunqur tafakkur qilishga tegishli. Ular dastlabida biz angladik deyishdi. Qarab boqaylar, o'yinni boqaylar. Ular dastlabida biz angladik deyishdi. Ondan orqadanlar itoat qilmaymiz deydi. Biroq boshtirli biz itoat qilmaymiz degan so'zni qilmaydi. Savol shuki, ular qandoqsiga birli tiniqda bundoq gapni qila olsin? Dar haqiqat bu ularning sadosiz amaliyatining so'z shaklida jonlantirilgan amaliy tasviridir. Ular tili bilan angladik degan bo'lsa,
ish harakati bilan itoat qilmaymiz deganni bildirgan. Chunki amaliy harakat ig'izdan chiqqan so'zga chin ma'no beradi. Amaliy harakatning ifodasi og'zoki ifodadan texmi kuchli bo'ladi. Amaliy voqeaning bundoq ifodalanishi orqali islom dinining amalsiz so'zlarining va quruq og'zoki amallarning islomda hech bir o'rni yo'q degan umumiy prinsipi oydinlashadi. Chunki islomda e'tiboriga ilindig'ini amal bo'lib, amaliy voqealar bilan og'zoki ifodalarning orasini bog'laydig'ini dal amaldan iboratdir. Hukm shuningga binoan chiqariladi. Hamda ularning qalbiga mo'zay ishchirilgan, singdirilgan degan ikkinchi ifodaga kelsak, bu qo'rqinchli ifoda ajoyib ma'nilik bo'lib, uningda ishchirilgan, ya'ni birisi ularga biror narsa ishchirib qo'ygan deyilmoqda. Nima ishchirilgan? Mo'zay. Qayeriga ishchirilgan? Qalbiga. Bu nima degan qo'rqinchli ifoda? İnsanning tafakkuri qalblariga bir mo'zayning kirib ketayotganligini tasavvur qilib ko'rishga tirishadi. Butun bir mo'zayning inson qalbiga usib kirgancha qalb dunyosini qoplab ketayotgan manzarasi ko'z oldiga keladi. Bu yerdagi ma'no uchun shundoq hissiy ifoda tanlanganki, so'zning asli ma'no ufqumi, ya'ni mo'zay so'ygisi va mo'zayga cho'qinish bir damlik uchun insonning tafakkuridan g'oyib bo'lib, inson go'yo rostilla ularning qalbiga bir mo'zayning izib ichirilayotganligini xiyol qilishga boshlaydi. Bundoq joylarni adabiy nuqtadan muhokama qilgandalar Qur'onning tasviriy ifoda uslubining qanday qadr-qimmatga ega ekanligi, shundaqla nazariy va aqliy ifodalarning o'rniga Qur'oni Karim ishlatgan jonliq tasviriy ifodalarning naqadar ro'shan ham tafsiliy ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu bir jonliq manziradir. Qur'onning ajoyib go'zal va uchuq ifodasida bir aks etadigan manzira. Endi yangi bir mavzuimiz bo'lsa, Yahudi tabiati. Yahudilar o'zlarining Allohning suyumlik bandalari ekanligini, yolg'iz o'zlariga haq yo'lida bo'lib, oxiratdami o'zlarining nijot topadiganligini, ulardan boshqa millatlarga bo'lsa oxiratda hech bir nisib yo'qligini da'vo qilishadi. Buni da'vo qilishadi. Yahudilarning bu da'vosi ochiq holda oxiratda oxir zamon payg'ambari Muhammad alayhissalomning ummatimi nijotdan mahrum qoladi degan tarafga ishora qilmoqda edi. Bu ig'vogarchilikda Yahudilarning ko'zda tutgan maqsadi oddiy musulmonlarning qalbida Qur'oni Karimning ta'limotlariga va payg'ambar alayhissalomning yo'l yo'riqlariga, jumladan islom diniga ishonilmaydigan muhit hozirlash edi. Shunga Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga hukm qilib, ularni do'ilga chaqirishga buyurdi. Do'ilda har ikki taraf o'ri turib, qaysimiz yolg'onchi bo'lsak, shu halok bo'lsin deb duo qilishi kerak edi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallohi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sodiqin." Ularga deginki, agar Allohning nazarida oxirat yurti, ya'ni jannat sizlar o'ylagandek boshqalarga emas, yolg'iz sizlarga xos bo'lsa, undaqda o'limni orzu qilishinglar kerak edi. Undaqda o'limni orzu qilib boqinglar agar sizlar rost shu da'voyinglarda, shu xiyolinglarda rostchil bo'lsanglar, undaqda o'limni orzu qilib boqinglar deb shunday degan deydi Alloh subhanahu va taolo. Arqadallah Qur'on ularning hargizmi do'ilga tusha olmaydiganligini, o'limni tilashga qat'iy jur'at qila olmaydiganligini, chunki ular yolg'onchi bo'lib, Allohning duoni qabul qilib, ularni jazoga tortishidan qo'rqadiganligini jakarlaydi. Allah jakarlaydi buni. Hatto ular o'zlarini dunyoda qilgan iflos qilmishlari tufayli oxiratda nasibisiz qoladiganligini, navoda do'ilga tushsa, natijada dunyodan quruq qoladiganligini, qilgan qilmishlari tufayli oxiratdan Alloh quruq qilib bo'lganligini obdan bilishadi ular. Shunga Qur'oni Karim nihoyat keskin qilib, ularni bundoq bir raqobatni qabul qiladi deb o'ylashga bo'lmaydiganligini. Chunki ular dunyo hayotiga hirisman bo'lib, boshqa mushriklarning ulardan farqlanib ketmaydiganligini, balki bu nuqtada ulardan mubak eshib ketganligini aytib beradi. Va deydiki,
وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ İşenginki ular hergizmi ölümni arzu kılmaydı der Allah. Hergizmi ölümni arzu kılmaydı. Çünkü ularning öz qo'llari bilan dunyoda yig'ib oxiratga yo'llagan yomon amallari shuni, ya'ni oxiratga bormaslikni taqozo qiladi. Çünkü oxiratga o'lgan hamon o'zining tutilganligini biladi ular. Allah zalimlarni obdan bilguchidir. Şübhisiz ki ularni hayotga hamma kishidan, hatto mushriklardan bak hirisman ko'rasan. Yaşashqa, hayot qilishqa, hayotlikqa har qanday kishidan, hattoki mushriklardan bak hirisman ko'rasan. Ularning har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Halbuki uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qololmaydi. Allah ularning qilmishlarini aniq ko'rib turg'uchidir. Deb Allah subhanahu va taala ularning qaysi xil tabiat ekanligini, nima xil ichida nima o'ylaydiganligini, ularning butun tabiatini nihoyat ro'shan holatda ichib beradi bizga. Ularning dunyoda qilgan amallari oxiratda ularni hech bir ajrga erishtirmaydigan bo'lg'achqa, ular o'limni hargiz orzu qila olmaydi. Ular mazkur amallari orqali Allohning azobidan qutulib qolishni umid qila olmaydi. Balki ularni oxiratda azob kutib turmoqda. Alloh taolo zolimlarning ahvolini nihoyat yaxshi biladi. Ularning har bir qilmishi Allohning nazorati ostida. Yo'q, yolg'iz bo'li emas. Yahudilarning yana bir xususiyati bor bo'lib, Qur'oni Karim ularning bu razil, iflos xususiyatlarini qattiq ayiblagan holda tasvirlab beradi. "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya." Shubhisizki, sen ularni yashashga hammadan bak hirisman ko'rasan. Xo'sh, qanday yashashga? Ularning buning bilan kari yo'q. Mayli qandaqli bo'lsa, yoshsili bo'ldi ular. Ularning engida izzat lumusi bilan yashash muhim emas. Ularga mayli har qancha xor, pastkash bo'lsa-mu, hayot bo'lsa bo'ldi ularga. Yashash va yeyish azaldan Yahudilarning xarakteri bo'lib kelgan. Yahudilarning o'tmishi shu, hoziri shu va kelgusining markaziy ko'rinishi yana shu. Yahudilar har doim xiyim xatar tugagandan keyin ondan bosh ko'tarib kelgan. Xiyim xatar mavjudlik bo'ladigan qat'iy bosh ko'tarmasdan beshini sangiltib yuradi. Chunki ular nihoyatmi pastkash, qo'rqinchoqlardan bo'lib, yashashni intayin yaxshi ko'radi. Ular zoti qandoq yashashni xohlaydi ular. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Hayotga hirismanlikda hatto mushriklardan eshib ketadi ular. Ularning har biri 1000 yil umr ko'rishni orzu qiladi. Halbuki uzun umr ko'rish ularni azobdan qutuldirib qololmaydi. Alloh ularning qilmishlarini aniq ko'rib turg'uchidir. Xo'sh, demak, ulardan har bir kishi 1000 yil yashashni orzu qiladi. Nima uchun? Shuning uchunki, ular Allohning oldiga hozir qilindiganligiga puxta ishonch qila olmaydi. Bu hayotdan boshqami yana bir hayot borligini bilmaydi. Aniqki, qandoqli kishi bu hayotdan boshqa hayot yo'q deb qarasa, uning dunyolik hayoti torlashib ketishga boshlaydi. Chunki u o'zini nihoyat cheklik bir qancha soatlik nafaslanish sharoitiga ega deb tushunadi. Mana bu nuqtadan nazar solganda, oxiratlik hayotga ishonishning insonlarga baxsh etilgan nihoyat ulug' bir ne'mat ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu shundoq bir ne'matki, uning barakati iymon orqali inson qalbiga yerlashadi. Alloh taolo bu ne'matni hayoti fani, umri cheklik, biroq orzu armonlari cheksiz insonga ihson qilgan. Shunga u hayotning torligini his qilmaydi o mu'min inson.
har qandaq bir kishi o'zini bu ne'matdan mahrum qilib, o'ziga nisbatan mangulik hayotning darvosini taqib oladi ekan, uning idisida hayotga nisbatan intayin noqis, xunuk tasavvur mavjud bo'lgan bo'ladi. Demak, oxiratga iymon keltirish Alloh taolaning insof, adolatiga va oxiratdagi mukofotiga iymon keltirganlik bo'lib, yana tehi u orqali mu'minning vujudi hayotlik boyligi bilan to'lib toshgan bo'ladi. Uning butun vujudi hayotlik boyligi bilan to'lib toshgan bo'ladi. Uning hech qachon tamom bo'lmaydigan yoki ma'lum to'xtash cheki bo'lmagan doimlik hayot ato qilingan bo'ladi. Hayotning bütün chek-chegirlarini büsüp ötüp intihasını Allah Teala'dan başka hiç kişi bilelmeydiğen mengülük hayatının menzilige yetip gelgen buludu. Bu hayat insanını izcil halda yukarı örlütüp Allah'ın visalığı yetkizediğen dereceye elip barıdı. Emdilikte Allah Teala Peygamber aleyhisselam'ın dikkatini yeni bir noktaya tartıdı. Yahudilerini uçuk doilge çağırıp onlara şundaktaydı. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اتقنك محمد صلى الله عليه وسلم Cibril'e adavet saxlığanlar şunu bilişi gerek ki Cibril Allah'ın emri bilen bu Kur'an'ı senin kalbine nazil kıldı. O özüden ilgili gelgen kitaplarını tasdiklaydı ve kuvvetleydi. Yani bu Kur'an-ı Kerim özüden ilgili gelgen kitaplarını tasdiklaydı ve kuvvetleydi. O iman keltirgenlerine nispeten hidayet ve utuqlıqdan bişaret bulup kelgendir. Eğer ularının Cibril'e tutkan adaveti muşu sebepten bolsa, ondaqda eytip koygun ki, kimki Allah'ın periştelerini, peygamberlerini, Cibril'ni, Mikail'ni düşman tutudiken, Allah ondaq kafirlerini düşman tutudu. Degen bu hakikatni, yuqoridagi bu ayeti söylengen bu hakikatni e'lon qilishga undaydi Allah subhanahu wa ta'ala. Bu doil orqali Yahudilarning ajoyib g'alita yangi xususiyatlarini bilib yetimiz. Darvaqa Yahudilar Yahudidan boshqaga vahiy nozil qilinganligi uchun qattiq o'chmanlikka mubtalo bo'lishqanli bo'lib qolmasdan, balki chidamaslik va hasadxo'rlikda rekord yaratib, hatto shu qadar hamoqatlik darajasiga berib yetganki, har qanday bir normal aql egasining ular qilgandek bir-biriga zid so'zlarni qilib yurishini kutgili bo'lmaydi. Ular Cibril alayhissalomning Muhammad alayhissalomga vahiy elib kelganligini anglaganda hasad va o'chmanlik o'tida bo'lishig'i puchulinib, aqmas hikoyalarni to'qib chiqadigan yerga yetdi. Shu darajaga berib yetdi. Cibril aleyhisselamni özüge düşman sanaştı. Nima uchun? Çünkü o daim ularning beshiga baloyi afat azaplarını elib keladi. Shundaq bo'lganda Muhammad aleyhisselamga iman etmaslikning sababi Cibril aleyhisselam bo'lgan bo'ladi. Navad vahiyni Hazreti Mikail elib kelgan bo'lsa edi, cho'qim iman etadi. Ularning qarashi bo'yicha Mikail rahmat, yağmur ve bereket elip geldiğin perişte idi. Ularning tushunchasi bo'yicha bu. Bu nima degan kulgulik hamoqatlik ha? Afsuski inson hasad ve üç adovatga giribdor bo'lganda buningdanmi cho'ng ahmoqonliklarni sodir qiladigan bo'lib qoladi. Chunki Cibril alayhissalom birarsiga dushmanlik qila oladigan yoki o'zligidan birarsi bilan do'stlik o'rnata oladigan inson emas. Hamda o'zligidan biror ishni qila oladigan qudratga aslo ega emas. U faqat farishta bo'lib, Allohning hukmiga bo'yin tovliq qila olmaydi. Balki nimaga buyurilgan bo'lsa, shuni ijro qiladi. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Aytqinki, Cibrilga adovat saqlaganlar shuni bilishi kerakki, Cibril Allah'ın emri bilen bu Kur'an'ı senin kalbine nazil kıldı. Yani Cibril aleyhisselam'nın ne birer şahsi tarafbazlığı yok bir yerde. Ne öz iradesi bilen Kur'an'ı nazil kılgan emez.
u faqat ilohiy irodani ijro qiluvchi bo'lib, sening qalbingga Qur'onni nozil qilish ishini Allohning farmoniga binoan o'rinlamoqda Jibril alayhissalom. Qur'oni Karim nozil qilinayotgan qalb aslida idrokning markazi bo'lib, shu yerda idrok qilingandan keyin ondan hukm tushuniladi va tushunchalar saqlanib qoladi. Qur'oni Karim insonning idrok kuchini qalb degan so'z bilan ifodalagan. Shunga idrokli qalb qandoqdir go'sht va qonning hammaga ma'lumliq tabiiy uyushma parchasi emas, balki idrok va hukm uchun xizmat qiladigan tüp amildir. Jibril alayhissalom sening qalbingga Qur'onni musaddiqan lima bayna yadayhi va hudan va bushra lil mu'minin. Jibril alayhissalom sening qalbingga Qur'onni o'zidan ilgari kelgan kitoblarni tasdiqlaydigan va quvvatlaydigan, iymon keltirganlarga nisbatan hidoyat va utuqliqdan bishorat bo'ladigan qilib nozil qildi. Qur'oni Karim prinsip jihatdan butun sobiq samoviy kitoblarni tasdiqlaydi. Chunki barliq samoviy kitoblar bilan ilohiy dinlarning asosli ta'limoti birli bo'lib, Qur'on faqat mu'minlar uchun hidoyat va baxtiyorlikdan bishorat bo'lib hisoblanadi. Uning ta'limoti uchun mu'min qalblarning darizalari har doim ochiq turadi. Uning ta'limotlariga mu'minlar labbayk deyalaydi. Bu haqiqatni texmo ichib tushundirish intayin muhim. Qur'oni Karim mu'minning qalbida moyillik paydo qiladi. Uningda idrok va ma'rifatning yo'llarini ochadi. Uningda iymonsiz dillarda bo'lmaydigan his tuyg'ularni paydo qiladi. Dal mushu sababdan mu'minning qalbi Qur'ondan hidoyat topadi. Qur'on mu'minga nisbatan baxtiyorlikning beshorati bo'lib hisoblanadi. Bu haqiqat Qur'onning o'xshash bo'lmagan joylarida hudal lil muttaqin, taqvodorlarga hidoyatdir, hudal liqaumin yuqinun, iymon aytadigan qavm uchun hidoyatdir, hudan va rahmatul liqaumin yuqinun, puxta ishinadigan qavm uchun rahmat va hidoyatdir deb tilga elinadi. Demak, iymon taqvolik va ishonish natijasida qo'lga keladi. Bani İsrailning buningdan mahrum bo'lishligi sabab shuki, ular na ishonuvchi emas, na taqvodor emas, na ishonchning estetikasiga ega emas. Ularning payg'ambarlar bilan din shariatlarini bir-biridan farqlantirganiga o'xshash ismini va qiladigan xizmatini anglab olgan farishtalarni bir-biridan farqlantiradigan odati bo'lib, ular Mikoil bilan nihoyatda yaxshi munosabati borligini, biroq Jibril alayhissalom bilan munosabatining yirikligini so'zlashib yuratdi. Dal mushu vajidan oldimizdagi oyatda butun farishtalarning o'xshashligi, ularning birarsini dushman tutishning butun farishtalarni dushman tutish bo'lib qolmasdan, balki Allohga adovat tutish bo'ladiganligi, shunga Alloh taolaning ularga adovat tutadiganligi va ularning kofir bo'ladiganligi tilga elinadi. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Kimki Allah'ның farishtalarını, peygamberlerini, Cibril'ni, Mikail'ni düşman tutudiken, Allah mı undaq kafirlerini düşman tutudu? Hürmetli radyo anlıqçı qayrandaşlar, bugünkü Vahiy Penceresi programımızın 23. sani vaqt munosabati bilan bugun mush yerda oxirlashadi. Inshaalloh kelar qitimqi yangi programmamizga kirishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Qadrli qarindoshlar, butun dunyodagi barliq musulmon qarindoshlaringlar uchun, shundaqla kamina ojiz uchun ijobatli duolaringlarda duo qilib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.